Bunda siz menga bitta yaxshilik qilasiz bugun. Aha. Boshim og'riydi, chidolmayman-da. Ha. Bepul tekshirtirib, ginekologiyani, endi biz kira olmaymiz ginekologiya xonasiga. Erkaklar o'sha urug' darajasini pastligi. O'zim ham qo'rqdim, uxlashga tayyorman. Ha, uxlashga tayyor. O'g'il bola kirib olib xonaga savollar berishim g'alati, lekin Uyqu kirguncha qiladigan bizani o'ziga xos qadamlarimiz bor. Masalan, Ikkinchi etажga arang chiqyapman dedi. U o'sha yurak bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. qondan shu normalar past yoki normalar baland bo'ldi. Buni tekshirtirishim kerak. Yaxshimisiz? To'g'ri, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Sog'lar, Huzur yaxshimisiz? achkilar bilan siz bilan salomlashibman. Yo'q. Qarang aka, Kerak quyoshli payt. siz bilan suhbat qilganmiz sog'liq mavzusida. Xuddi Kelganmiz, qarang. Mana bu yerda yozuvlar turibdi. Ha. Hammasini tushunaman men. Plazma farez, yo'lida apparat bor. Lekin mana shu narsani tushunmadim. Ha. Check-up yozilgan. Qo'lda qalqonchani rasmi nima bu? Qanday immunitet rasmi Ha. nima bu? Endi bu narsa bu yangi qadriyat sifatida olib kiryapmiz. Endi mana bir rahmatli Hojiboyni bir necha yillar oldin aytilgan anavzi bor edi. Haligi otam kechagina yaxshi edi, bugun yiqilib qoldi deydi-ku. Ha. Endi bir gap bor. Surunkali dard o'zimizdan, Ha. haligi to'satdan kelgan dard bu Allohdan. Hech Endi- qaysi dard birdaniga kelib qolmaydi. Be'tibor bo'lganligimiz uchun, sababini qilmaganligimiz uchun. O'zimga e'tibor sababli mana shu dardlar bir kun emas bir kun bizani yiqitadi. Mana bu biza joriy qilgan narsamiz har bitta soha bo'yicha o'sha kasallikni oldindan aniqlab, unga tegishli davolarni boshlashni imkonini Ha, beradi. nima deyiladi? Diagnostika nima deyiladi? Profilaktika. Ha, profilaktika. Profilaktika. Xullas, tekshiruv. Ha, xuddi shunday. Da. Masalan, kimnidir masalan yurak qon tomiriga moyilligi baland, kimnidir qand bo'lishiga moyilligi baland. Bilmay yuradi Ha. ko'pincha. Chunki biza mana bu doktorlar mana dori yozib beramiz deymiz-ku. Kanishda kasallik 3-4 bosqichi masalan kuchli bo'lsa, u dori yoziladi. Lekin mana aksariyat mana bemorlarimizga, xalqimizga sir emas. Biza qandli diabetmi, yurak kasalligimi, davleniyami, ularga birinchi biza ovqatlanish ratsioni, jismoniy harakatlar, mana shu tavsiyalarni beramiz. Ha, xullas kasallikni vaqtida aniqlasa, dorisiz ham Albatta. davolansa bo'ladi, albatta. Bunda siz menga bitta yaxshilik qilasiz bugun. Aha, bo'ldi. Istagan yaxshilik bo'ladi. Qanday? Eng asosiy, masalan, bu juda ko'p o'rganma doktor bor. Eng asosiy qaysi doktordan o'tish kerak? Qayerda tekshirtirish kerak inson? O'sha doktorlarni hozir bizga ko'rsatasiz. Va odamga ma'lumot bo'ladi. Masalan, doktorga boraman, qayerdan tekshirtirishim kerak, qaysi doktorga borishim kerak degan odamga savolga javob olsin shu videoda. Bo'ldi, nasib bo'lsa. Ketdik. Xo'p, kardiologiya, ya'ni yurak kasalliklari hozir erkaklarda ayniqsa ko'p uchraydi deyishadi va buni aniqlash mumkin yoki aniqlash mumkin bo'lmagan holatlari ham bor. Chunki o'zingizga bilinadi yoki buni faqat mutaxassis aniqlashi mumkin. Mana kiyimimga e'tibor qaratmaymiz. Bu sportni kiyim bo'lgani bilan bugun sizlarga muhim bo'lgan, ya'ni kardiologiya kasalliklarini qanday aniqlash, qanday davolash yoki alomatlar haqida gaplashamiz. Yaqin minutlar ichida sog'liqlaring uchun juda ham kerak bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Ketdik. Ha, amko. Men bir yomon xabar eshitdim. Qarshida eng ko'p Qashqadaryo bo'yicha onkologiya kasalliklari O'zbekistonda nomer 1. Eshitishim bo'yicha, bilmasam ham. Yo'q, Keldi. to'g'ri eshitgansiz. Chunki bizada masalan kasalliklarni kechki bosqichda aniqlanish juda ham baland, yaxshi emas bunday olganda. E'tibor bermay yuramiz. 62% atrofida biza kasallikni kechki bosqichda aniqlaymiz va bunda albatta davolash ham shunga yarasha bo'ladi. Endi Keyin doktorlar urib yuradi, tushunmaydiganlar. keyin norozi bo'lamiz, tibbiyotdan norozi bo'lamiz, Haqiqatdan. doktorlardan norozi bo'lamiz, lekin o'zimiz mana shu dardni dastlabki belgilari paydo bo'lganda to'g'ri mutaxassisga murojaat qilib, tekshiruvlarga murojaat qilib, tekshiruvdan o'tsak, biz erta bosqichda aniqlasak, bu natija ham zo'r bo'ladi. Ya'ni doktor House bilasizmi? Kinosi Aha. bor-ku. Endi menimcha hamma doktor ko'rgan bo'lsa kerak. Uni ko'rgan yaxshi zo'r Ha, filosofik u kino. unga aytadiki, qayerdadir og'riydi, masalan, boshi og'riydi. Kasallikning asl sababi oyog'ida bo'lib chiqadimi? Xuddi shunday. Mana shunday bo'ladiki, ko'pchilik masalan, mani boshim og'ridi bir yili. Boshim og'riydi, chidolmayman-da. Ha. Bilsam, tishim og'rib yurgan ekan. Ha. Tishimda muammo bor ekan. Tish og'rimayotganda, tish og'rimasdan boshimni berib yurgan. Men qo'rqib, qanaqa nima xayollar bor yurdim. Xuddi shunday. Shu narsani oldindan aniqlash yo'lini sizga ko'rsatsangiz, odamlar plus bo'ladi bu narsa. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz aka? Bu adashiz. Aha. Adash. Bobur tanishing Bobur. Bobur tanishing Bobur. Yaxshimisiz? Demak, mana biza yurak kasalliklari shunaqa narsaki, bu to'satdan tong otmay qolishi mumkin. Shu. Kechagina turuvdik deydi, bugun mana o'zi oramizda yo'q deb. Mana shu yurak kasalliklari shunaqa ketish bilan o'ziga xosligi bor. Keyin bir narsa mana yurakka ikkita tomirdan qon boradi-da. Mana shu tomirlarni 80% torayguncha odam deyarli hech narsani sezmaydi. Sezsa ham o'shanga moslashadi. Masalan, 4-etajga chiqarardim, hozir endi 2-etajga arang chiqyapman dedi. U o'sha yurak bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Qon aylanmay, kislorod yaxshi aylanmay qolgan bo'ladi. Qani. Xuddi shunday. Keyin e'tiborsiz beradi. Bu tish og'rig'i emas-da, tish og'rig'i bo'lganda edi, bilasizku, haligi chidab bo'lmaydi, ertasi kuni boramiz. Yurak kasalligi desa, ko'pchilik ana kinolarnikidek deb o'ylaydi. Yurakni ushlab yotadi, tabletkani ichadi, yaxshi bo'ladi. Yurak kasalligi bunday narsa emas-da. Yurak kasalligi, mana aytdim, menga bir yaqin tanishim, do'stim bo'lmay qoldi. Shunday kechqurun shunday kelyapti. Shunday yotyapti, bo'ldi, ertalab uyg'onmadi. Yurak, muammo yurakdek. Shuning uchun do'stlar, yurakka bee'tibor bo'lmaslik kerak. Aytganlaridek, oxirigacha, stadiyasigacha bilinmay turishi mumkin. Hozir kursdan qanday an'analardan o'tiladi? Yugurtirib ekiga qilamiz, ana stress test deydi. Mana yurakka xullas ana nagruzkalarga tushgan vaqt o'zini qanday his qilyapsiz? Masalan, sport zalga boruvchilar, masalan, shogirdlar ana bo'lsa, chunki siz uni nima deydi, silab siypamaysiz-ku, siz unga yuklamani bas deguncha berasiz. O'shanda yurak yaxshi bo'lishi kerak. Agar yura olmayotgan bemorlarimiz bo'lsa, unda mana bu velik haydaydi. O'shanda EKG qilib, bu parallel ham kompyuterga ulangan yurak EKGlar ko'rib turiladi. Yuklama qanchagacha ko'tara olyapti. O'zi unda olganda shu xavf bormi, yo'qmi yurak tomonlama, o'shalarni oldin aytib berish imkonini beradi. Shu joyga bitta qo'shimcha qilib ketay. Bitta qo'shimcha. Mana akamiz hozir stress holati deyaptilar-ku. Men sportchi sifatida aytaman, har doim ham mana 2-etaj, 3-etaj chiqsam charchab qolyapman, hansirab qolyapman deganingiz, hansirab qolishingiz har doim ham, agar noto'g'ri to'g'rilaysiz, har doim ham semizlikdan, trenotka qilmay qo'yib, dixalkasi qolmay qolgandan bo'lmaydi. Mana shu yurak muammolarini aniqlash uchun ham kelish kerak, tekshirtirish kerak. Bu reklama deb o'ylaysizlarmi, reklama deb o'ylamaysizlarmi, bu o'zlaringizning xohishlaringiz. Bu sizlarga plus bo'ladigan narsa. Bizlar sizlarga vazifamiz, to'g'rimi aka? Tibbiy savodxonlik. Da, tibbiy savodxonlik. Qaysi doktordan o'tishingiz kerakligini aytib o'tish. Endi kelish, kelmaslik, tekshirtirish, tekshirmaslik o'zingizning xohishingizga havola. Yana bitta qo'shimcha qilgan bo'lardik. Masalan, ko'p bemorlarimiz orasida bo'ladi. Yuragim og'riydi deyishadi, lekin EKGga borsa yaxshi chiqadi. Tekshiruvdan o'tsa yurakda muammo chiqmaydi. Bu o'sha yashirin holatdagi, hali darajasi kichkina bo'lgan yurak kasalliklarini ertaroq aniqlab tashxis qo'yishga samarali davolash bilan beradi. Yashirin holatni aniqlashga zo'r foydalanib turibdi. Bunisi-chi, bu apparatura, bu boyagi o'sha bu echo deydi, o'sha yurak bilamiz, 4 ta kameradan iborat, o'shalarning kengayganligi, klapanlarning holati, masalan, tug'ma yurak paroklari yo ortilgan paroklarni ko'rish imkonini beradi. Chunki bu narsalar organizm juda moslashuvchanda har doim masalan o'sha paroklarni birdaniga bilib bo'lmaydi. Odam yuraverishi mumkin, lekin yoshi 40 dan 50 dan oshib, masalan 40 dan oshgandan keyin bilasiz, masalan eng haligi g'ayratga, kuchga to'la bo'lgan yosh. O'sha payt o'sha tug'ma yurak parogi masalan 40 dan keyin o'sha katta muammoga aylanib qolishi mumkin. O'shuning uchun bu o'sha narsalarni aniqlab beradi. Keyin yana bitta tekshiruvimiz bor, bu Holter tekshiruvi deyiladi. Bu 24 soat davomida yuragimizni EKG oladi. Mana siz kelasiz, hozir mana EKG qilamiz. Nari beri bo'lsa yuragingizni sutkaligini 10 sekundini mana bu plyonkada ko'ramiz. Da. Lekin bir sutkamiz 86 ming sekunddan iborat. Bu Holter degani masalan sizni 86 ming sekund yuragingizni aniqlaysiz. Masalan kelib mana bu EKG olayotgan payt aniq qilamiz-ku. Mana bu yerda yotib tinchgina holatda EKG olamiz, to'g'rimi? Siz masalan Holter taqqandan keyin siz hojatga borasiz, siz choy ichasiz, siz yugurasiz, siz dinga chiqasiz, siz mashina haydaysiz. O'sha hamma momentlari, hamma soatlari unga yozilgan bo'ladi. Keyin aytiladi, "Mana bunaqa yuragingiz juda notekis urdi. Qaysi payt edi? Zinadan chiqayotganim bo'ldi." Mana demak, biz o'shanga qarab, mana doktorlarimiz o'sha kasallikni kutmasdan turib o'shanga qarshi tavsiyalarni berishadi.
Hozir masalan qarang, endi oddiy odamlar bitta narsa. Yuragini tekshirish uchun signal. Mana hozir mana videoni ko'rib turgan odam yuragini tekshirtirishim kerak. Bu signal deb aniqlash uchun hozir bizlar endi mana sportchini aniqlaymiz. Masalan, tekshiramiz, masalan, ushlab pulsimizni ko'ramiz, qo'limizni pulsini ko'ramiz. Hozir mana shu videoni ko'rib turgan odam qanday qilib masalan normasini bitta aytsangiz, o'zini tekshirtirib tursa, man o'sha normadan past yoki normadan baland bo'ldi, demak tekshirtirishim kerak degan narsa. Endi yurak urishi normada 60 tadan 90 ta chegarasigacha. Masalan 60 tadan past bo'lsa, endi buni mana qo'limizga barmoq olib qo'yib tanisak bo'ladi. Chap qo'lni Shuni bilak sohasida endi mana tushuntirsam, mana 3 ta yo 4 ta barmoqni mana shunday qilib qo'yib, o'sha 1 minut davomida yoki yarim minut davomida sanab, uni tegishli 2 ga ko'paytirsa 1 minutda yuragimiz urishini aniqlasak bo'ladi. Meniki 53 ta uradi. Endi sportsmenlarniki sal yurakni sekin urishi bradikardiya deyiladi. Bu sportsmenlarga xos bo'lgan narsa. Bu zararli narsa. Yo'q, u normal fiziologik holat. Demak, yurak hozir tekshirtirdik. Masalan, yuragimizni tekshirtirdik. Muolaja berildi. Keyin yana qayta tekshiruv o'tish kerak. Tekshiruvni xulosasiga qarab tavsiya beriladi. Sog'lom odamda 50 dan oshib o'tgandan keyin erkak kishi har 6 oyda yurak tekshirib turishi kerak. Agar shikoyat bo'lmagan taqdirda, agar shikoyat bo'ladigan bo'lsa, yurakda kasallik aniqlanadigan bo'lsa, har 3 oyda yoki ba'zi holatlarda har oy ko'rinib turasiga tavsiya beramiz va bu tekshiruv xulosasiga qarab hal qilinadi. Lekin yuragida kasallik bo'lmagan erkak kishilar, ayniqsa erkaklarda uchrash ehtimolligi yuqori, 50 yoshdan keyin har 6 oyda tekshiruvdan o'tib turish kerak. Kutilmagan holatlarni oldini olish uchun. Ayollarda bu yosh 60 yosh tashkil qiladi. Endi qarang. Mana bitta bu nima deyiladi? Kutilmagan zarur bo'ladi. Kuzatuvchilarga bormiz. Endi men har doim YouTube'ga qiziqqanimdan beri hamma YouTuberlarning katta bir auditoriyasini ko'rganman, ular sovg'a qiladi podpисчиклariga. Kommentariy yozib qoldiradi. Sen xohlagan kommentariy yozishingiz mumkin. Tanlab o'shaning ichidan o'zim randomli tarzda tanlab xohlagan bitta kuzatuvchimizni taklif qilib bepul kardio o'sha yuragini holatini, check-up holatini tekshirtirishga bonus bera olamizmi? Podpисчиklarimizga как bu nima bo'ladi bu? Rozыгрышda bo'ladi. Nima deyiladi? Biz bayramda xuddi sovg'aday qilib bitta odamni tanlab olib, shu bittasiga nasib qiladi, keladi, hammasini tekshirtirish. Qila olamizmi yo'qmi shu narsani? Albatta qila olamiz. Shuning uchun do'stlar, kommentariyaga xohlagan bitta chiroyli so'zni yozing. Kardio, yurak sohasida kardio deb yozasizmi? Qandaydir bir bilmayman, biror narsa so'zni yozing. Eng ko'p like yo'q, eng ko'p like yiqqanmikin? Yo, ko'ramiz. Qani bu narsani aniqlaymiz. Eng ko'p like yiqqanini aniqlaymizmi? Mani taklifim bor. Nima uchun o'sha kishiga kardio tekshiruv kerakligini sababini yozsin. O'shalar orasidan biz eng kerakli odamni tanlab olamiz. Eng ko'p like yiqqan, masalan, o'sha muammolarni o'qib chiqib, eng ko'p like yiqqan odamni kelib bepul mana shu ko'rib turgan hamma narsalaringizni tekshirtirib, bepul tekshirtirib, sizga tavsiyalar berib, hamma narsa o'tkaziladi. Siz uchun sovg'a bo'ladi bu narsa. Bobur Qurbonov shu narsani inisiativa olib chiqdik. Akalarimiz ma'qullashdi. Mana bu jihozimiz 1 sutka davomida qon bosimini o'lchab, o'zida zapt qilib yuboradigan smat apparati deyiladi. Xuddi holterga o'xshagan. Holter yurak urishini tekshirib tursa, bu qon bosimini o'lchab turadi. Qon qanday aylanyapti? Yo'q, qon bosimi masalan qaysi payt masalan qon bosimi baland bo'lyapti. Chunki raqamlar bizlarga kasallikning darajasi tashxis qo'yishimiz va o'sha bemorga nisbatan taktikamizni aniqlashga yordam beradi. Masalan 200 qon bosimi bilan 140 ga ko'tarilgan qon bosimning farqi bor. Bu o'sha qo'lga taqib qo'yiladi bunaqasiga. O'zimiz davleni o'lchayotganga o'xshaydi. Xuddi o'shani o'zi. Faqat bu kun davomida masalan bilasizmi, masalan xalqimiz orasida boshim og'ridi, o'lchasam davlenim baland ekan deydi-ku. O'shani adekvat aniq qilishning imkonini beradi bu. Onamga qo'yib qo'yishim kerak. Kecha davlenim ko'tarilib 3 milliard bo'ldi. Endi
24 soat davomida. Mana shu Bu yoniga 12 soatmi, 24 soat? 24 soat davomida. Telefondan qanday soat yurilar ekan. Tush yuriladi bo'ldi. Tush yuradi, keyin kelgandan keyin yechib olib, boyagi zaps ko'riladi. Yo, endi buni o'lchagan payt, masalan, siz tinch turishingiz kerak, chunki mana bunaqa mana o'sha o'lchagan paytda havo bilan shirishni boshlaydi, shu payt tinchlik saqlab turish kerak. O'sha bir davomida bu o'lchab oladi o'sha bilan. Har necha soatga? Nastroyga qo'yiladi. Bu har xil, masalan, har 10 minutda, har 1 soatda, har 2 soatda qiladigani bor. Bitta bosiladi, mana shu davleniyani o'lchaymiz. Mana instruksiyasi ham bor ekan. Ha, bu o'shani topishimiz kerak edi. Shuni instruksiyasiga ham qo'shimcha. Demak, bu apparatimiz SMART deyiladi. Rus tilida sutочный monitoring arteriальное давление deydi. Ya'ni bu kun davomida qon bosimimizni monitoring qilib tahlil qiladi. O'sha demak zaps bo'lib boradi. Keyingi kuni ertasiga 24 soatdan keyin biz kompyuterda kunni qaysi vaqtida qon bosimi qanaqa bo'lganini tekshiramiz. Biz bu bilan o'sha qon bosimini ko'tarishning xavfli turlarini inkor qilib olamiz. Yoki masalan, ertalabki, tungi qon bosim ko'tarish xavfli hisoblanadi va kunni qaysi paytda qon bosim ko'tariladi. Ovqatlanishdan keyinmi, stressdan keyinmi, shuni ajratib olib, davolash samarali bo'lishiga yordam beradi apparat. Ha, tushundim. Keyin ham bu qon bosimi kutilmaganda ko'tarildi, tushdi deb yurganlarga shu zo'r narsa ekan. Buni bemorga beraverasizlar, to'g'rimi? Masalan, kelsa bemor Bir kun beraveradilar. Bir kun 24 soat yoki 24 soat. 4 soat yoki. Tavsiya qilaman, hamma zo'r narsa ekan ana shu. Yosh katta, ayniqsa davolaniyasi o'ynayotganlarga kerakli narsaga o'z uchun bilib olasiz informatsiya. Chunki 24 soat uxlaganingizdan keyin sizni qon bosimingiz avtomatik ko'tarilmaydi. Siz masalan bozorda savdo qilasizmi? Bozorda savdongizni qilishingiz kerak. Oshpazmisiz, ovqatingizni pishiraverishingiz kerak. Bizda o'sha momentda sizni davleniyasi qanaqa o'ynayapti. Masalan, kimdir shunaqa bir termin bor, oq xalat davleniyasi edi, oq xalat gipertoniyasi. Masalan, oq xalat ko'rgandan keyin davleniyasi oshib ketadigan shunaqa bemorlarimiz ham bor. O'shalarni farqlab olamiz. Yoki masalan, zo'riqish payti, masalan, asabiy stress bo'lgan payt ko'tarilyapti. Unga stressga qarshi ishlarni ham, ularni ham aytamiz keyin. Tushunarli. Shu kelishsanglar bir o'zlaringga bir sinab ko'rishni tavsiya qilaman. Nima u menimcha ko'pchilikka foydasi tegadi bu narsa, xudo xohlasa. Bobaka, endi hozir biz qo'rqinchli xonadamiz. Ko'pchilik qo'rqinchli xonasi. Ya, endi xalq tilida shunday, nima deyiladi? Onkologiya kasalliklari hozirda oldini olish uchun ham harakat qilishyapti. Lekin bitta yomon xabar eshitdim, boya aytganimdek, Qashqadaryo bo'yicha eng yuqori darajada, yuqori ko'rsatkich O'zbekiston bo'yicha onkologiya kasalliklari. Bilmayman, endi bu bizani qandaydir noto'g'ri ovqatlanishimizdanmi, yo noto'g'ri hayot tarzimizdan yoki bizani aholimizni mas'uliyatsizligidan, o'zim sog'ligiga bo'ladi. Uchun siz bitta narsa onkologiya nimaligini birinchi bitta qisqacha aytsak, qisqacha bir 2 minut ichida tushuntiradigan gap va eng asosiy ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan narsalar. Tushunarli. Demak, onkologiya bu o'simtalar bilan shug'ullanadigan narsa. Endi organizmdagi hech qaysi o'simta, masalan, birdaniga tarvuzda yoki olmada hajmi kelib qolmaydi. Mana biz bilamiz, biologiyadan hujayra degan narsani o'tganmiz. Kichkina bo'ladi. Mikroskopda ko'ramiz, masalan, mikrometrlar o'lchamda bo'ladi. Masalan, 5 milliondan ko'p hujayra bo'lsa, u 1 millimetr hajmli bo'ladi-da, biz uni mikroskopda ko'rishimiz mumkin. Kichkinagina, masalan, kichkina nuqta bo'lsa, shu joyning o'zida 5 million hujayra bo'ladi degan. Ko'zga ko'rinarli, masalan, no'xatda bo'lsa, u milliard hujayralardan iborat bo'ladi degan. Tanamizda har soniyada millionta hujayralar onkologik bo'lib va bunga mos ravishda o'zimizning immunitetimiz millionta hujayrani yo'q qiladi. Endi organizmni masalan doimiy ta'sir qiladigan zararli odatlarimiz bor. Mana chekishimiz bor. Keyin mana kam harakatlik, u ham sababchi aytib qo'y. Shu sport zalga chiqib turishsin. Kam harakatlik, mana shu bo'lsa unaqa trenajyor uchun. Ha, shu qamillattirsa shu bo'lsa. Qamillab tursa. Kam harakatlik, keyin noto'g'ri ovqatlanish. Masalan, biza hech kimga sir emas, Qashqadaryoning o'zini tabiiy ovqatda faqat go'sht, mana shunaqa narsalar, yog'li, achchiq sho'r narsalarni yaxshi ko'ramiz. Va mana shular ham mana shu kasalliklarni rivojlantirish, kasalliklarni xavfini oshirib beradi. Endi yo'q, go'sht yeyish emas, u noto'g'ri ovqatlanish deyapti. Noto'g'ri ovqatlanish. Go'sht yeyish. Yana keyin
ana ular restorandagilar qo'ymasin, azamataga siz kirmang restoranimiz sizga boykot e'lon qildi. yo'q, noto'g'ri ovqatlanish haqida ketyapti. Noto'g'ri ovqatlanish haqida gap ketyapti. Va avvalambor mana shu 62% boya aytdik, Qashqadaryoda onkologik kasallikni biz 100 ta bemordan 62 tasida o'zi kech aniqlayapmiz. Lekin mana shu 62 ta bemor bilan gaplashganimizda ular kamida 1 yil davomida o'zidagi belgi paydo bo'lib, o'ziga e'tibor bermagan bo'ladi. Chunki bunaqa katta 3,5 milliondan ko'p oshdik nasib bo'lsa, bunchalik aholini masalan o'z vaqtida o'zini sog'lig'iga e'tiborli bo'lsa, shundagina biza mana bu 62 ni pasaytirgan bo'lamiz. Hozir masalan ko'pchilik aytishi mumkin, mana bu apparating yo'q, bu apparat yetishmaydi degan bilan biza o'sha har bitta mahallaga bittadan apparat qo'ygan taqdirimizda ham, lekin o'sha mahallada yashovchi aholi o'zini sog'lig'iga bee'tibor bo'lsa, uni foydasi yo'q. Masalan, boyagi aytgan xavf omillarni sanab o'tdik. O'ziga bo'lgan boyagi e'tiborini kuchaytirsa, biz mana bu 62% ni karrasiga tushira olamiz. Endi onkologik kasallikda Bobur aka bular simptomsiz kechadi. Bularga Bildirmaydi. bildirmaydi. Qanaqa og'riq yo'q. Yo'q, ular keyin haligi mana bu 62% degan bemorlarimizni 12% ichiga kirib bo'lgandan keyin. Ular pichoq borib suyakka qadalgandan keyin kelishadi, lekin ko'p imkoniyatlarimiz o'zi cheklangan bo'ladi bunaqa payt. Endi bir italiyalik faylasuf Machiavellining bir gapi bor. Mana shu onkologiyaga mos keladi. Kasallikni erta bosqichda aniqlash qiyin, lekin davolash oson. Kechki bosqichda aniqlash oson, lekin davolash qiyin. Mana shu aynan shu onkologiyaga atab aytilgan gap sizga. Endi onkologiyani bu hamma organda bo'lishi mumkin. Ayollar jenskiy organda, oshqozonda, ichagida, jigarda, o'pkada va hokazo va terida bo'lishi mumkin. Endi bularning hammasini o'ziga yarasha belgilari, namoyon bo'lish, kasallikning rivojlanish etaplari bor-da. O'shuning uchun masalan, jenskiy onkologiya bilan bizga murojaat qilgan bemor bizgacha bo'lgan davrda 3-4 martalab ginekologga borishi mumkin yoki oshqozon og'rib yurgan bemor bir necha martalab terapevtga borishi mumkin. Onkolog odatda har doimo boshqa mutaxassislarni suyanchig'i hisoblanadi. Masalan, bizga to'g'ridan to'g'ri kelmaydi, qaysi mutaxassisga boradi. O'shanda o'sha joyda bir noto'g'ri tekshirishdan o'sha mutaxassislarga ham odatda kech murojaat qilishadi. Sog'lig'iga bee'tibor bo'lgan odam bu har doim bu kasallikni o'tkazib olib keladi. Bu ham o'zi uydagilar olib kelishadi ko'pincha. Haligi jonidan o'tgandan keyin keladi. Shuning uchun men shu bu ko'rsatuvimizni asosan yoshlar ko'rishadi YouTube'dan. Aytmoqchi bo'lganim shu, nafaqat o'zingizni, balki uydagi ota-onangiz, o'sha yoshi ulug' nuroniylarimizni sog'lig'iga bee'tibor bo'lmaydi. Chunki ular ko'pincha aytishmaydi. Bolam ovora bo'lmasin, ular qiynalmasin deb ularga aytishmaydi, lekin mana shunaqa payt ularni o'z vaqtida profilaktik ko'riklarga olib kelish kerak. Mana bizning klinikamizda mana shunaqa kasallikni erta bosqichda aniqlash imkonini beradigan deyarli barcha anaqamiz, jihozlarimiz, imkoniyatlarimiz yetarli. Barchasi. Faqat murojaat qilishsa bas. Bor demoqchiman masalan. Bu aytaman, yana bir marta ularga sal hozir birovni men tavsiya qilsangiz, bu nima deyiladi, reklamaga o'zini narsasini reklama qilyapti deb fikr yuritadi-da. Internet tarmog'iga qachondan beri kirsam, nimadir vaqtlab qo'ysangiz birdan o'shani reklama qilyapti. Yo'q, do'stlar, xohlasanglar bu yerga, xohlasanglar boshqa joyga. U sizlar o'zlaringiz xohishlaringizga bog'liq. Prosta aytib o'tilayotgani, masalan, sizga shu narsani tekshirishga imkoniyat bor. Shu yerda ham masalan bor. Kelib bemalol tekshirishingiz mumkin. Kimdir sarson bo'lib, qiynalib boshqa viloyatga borib yurish shart emas deyilyapti. Tekshirtiring. Ko'pchilik nimadan birinchidan tekshirtirgisi kelmaydi? Ochirat kutgisi kelmaydi. Navbatda turgisi kelmaydi. Uzoq viloyatga borgisi kelmaydi. Vaqt topgisi kelmaydi. Lekin nima vaqtingizni qayerga sarflaymiz? Baribir shu sog'lig'imiz birinchi o'rinda hammamiz. Sog'liq tekshirish. Hozir aka bitta narsa savol. Eng ko'p erkaklarda masalan, eng ko'p onkologik kasalliklar qayerda?
ayollar aytyapsiz shu Bezi bezi lekin erkaklarda qanaqa masalan? erkaklarda eng ko'p uchrayotgani bu oshqozon bilan hamda o'pka. O'pka raki. O'pka raki eng Oshqozon raki, o'pka raki. haligi ko'p uchrayotganlari, keyin yo'g'on ichaklar onkologiyasi. Ana shuni eshitgandim men. Eng ko'p uchraydigan turi bu yo'g'on ichak. Chunki yo'g'on ichakni aniqlash texnik imkoniyatlari ko'p joylarda cheklangan. Birinchidan uni aniqlash imkonini beradigan kolonoskopiya deydi, o'sha orqadan qo'yilgan zond ko'riladi. U og'riqli protsedura, lekin uni hozir uxlatib turib ko'rish imkoniyatlari ham bor. Aytmoqchi, masalan, mijoz keladida, uni uxlatamiz, ko'zni bir yumadi, bir ochadi, biz o'sha tekshiruvni qilib bo'lgan bo'lamiz. O'sha diagnoz qo'yish uchun. Bu narkoz emas u. Yo'q, narkoz emas. Prosta uxlatadi, kuchli uxlatuvchi dori. Tabiiy uyquni chaqiradigan o'sha dori yuboriladi, uxlaydi, o'shani ko'riladi. Chunki yo'g'on ichakni ko'rayotgan payt qo'pol bo'lsam, bemorning orqasiga mana ichak yopishib qolgan bo'ladi-ku. Yopishgan ichakni ko'ra olmaysiz. U gaz jo'natgandan keyin ichak bunday kengayadi. Mana shu ichak kengaygan payt bemor mijozimiz og'riq sezadi-da bu. Tabiiy bo'ladigan narsa. O'sha kengaygan ichakdan o'sha zond bilan ko'rib, qayerda nima o'zgarish bor, o'sha ko'rib chiqiladi. Chunki yo'g'on ichakni ko'radigan kolonoskop apparatimiz 1,5 metr uzunlikda. O'sha uchun hamma ham bu tekshiruvga rozi bo'lavermaydi-da. Demak, mana siz O'zi men vaqtim uxlashga tayyorman. Uxlashga tayyor. Lekin 50 yoshdan oshgan anaqalarimizga, aholimizga aytmoqchi edik, mana shu kasallik ham bizning region uchun begona yot kasallik emas. Bu kasallikni oldindan aniqlash uchun mana shu tekshiruvni bir o'tkazib, bir tekshiruvni ko'rish tavsiya etiladi. Bu asosan nimadan kelib chiqadi bu? Masalan, eng ko'p uchrayotgan onkologik yo'g'on ichakdagi bu men bir vaqt eshitdim o'sha. Gazeta, boynagarlardan foydalanish, oqibatda rangli anonalardan foydalanish. Xullas, gigiyenik nuqtai nazardan noto'g'ri qilganligi uchun shu masala kelib chiqadi deb eshitganman. Yoki ichkaridan men o'g'il bolalarimiz men endi sportchiman va biz siz bilan gaplashgan edik sport pitaniyalar mavzusida qo'shimcha gormonlar, ya'ni o'sish gormonlari yoki yosh nima deyiladi, asosan o'sish gormonlarini olayotganda onkologik kasalliklarni qo'zg'atuvchi faktorlar bo'ladi, o'shalarni ketidan bo'ladi deb o'yladim. Yana qanday aniqladi? Endi yo'g'on ichakdagi o'zgarishlar aytsam, не только yo'g'on ichak, mayli, xohlagan anonimizda. Endi rak hech qachon mana bu tekis doska ustida o'sib chiqmaydi badaniga. Mana shu doskamiz ustida birinchi rak oldi kasalliklari bor. Bular rivojlanishi kerak. Masalan, oshqozon bo'yicha gapirsak, gastrit. Kimda gastrit bo'lmagan deydi. Ko'pchiligimizda bo'lgan mana yoki oshqozonda yazva bor deymiz. Mana shu yazvalar, gastritlar uzoq vaqt davolanmay yuraversa, vaqt o'tgan sari boyagi surunkali gastritga aylanadi. Keyin surunkali va yana rak oldi kasalliklarga aylanadi. Undan keyin yillardan keyin o'sha oshqozon saratoni kelib chiqishi mumkin. Xuddi shunaqa yo'g'on ichakda ham shunaqa. Yo'g'on ichakda birdaniga rak bo'lmaydi. O'sha joyda dastlab poliplar bo'lishi mumkin yoki masalan Kron kasalligi deydi yoki o'sha joylarda yo'g'on ichakni shamollash deydi. Bu shamollab yuraveradi. Yo'g'on ichagimizda nima bo'layotganligini aniqlash, masalan, qo'l bilan aniqlab bo'lmaydi. Bu MRT, MCK'da tushganda ham har doim ko'rinavermaydi. Primoy tekshirish kerak. O'sha zond bilan ko'rganda o'sha joydagi yo'g'on ichakdagi o'zgarishlarni rasmlari ham o'sha bunaqalar bor. Poliplar deydi uni. O'sha poliplar surunkali ta'sirlanish natijasida mana shu yo'g'on ichak rak kelib chiqadi. O'zi polip degani xuddi bir yo'g'on ichakda bunday osilib turadigan bir shokil deylik. Masalan, buni однозначно buni operatsiya qilib olib tashlash kerak bo'ladi. Endi endoskopik operatsiya, katta operatsiya. Agar bu polip masalan yillar davomida o'sib rivojlanib, keyin rakka aylanib ketadi. Shuning uchun yo'g'on ichakni rakini mana profilaktikasi hammasi yaxshi bo'lsa 5 yilda bir marta kolonoskopiya o'tish tavsiya qilinadi. Masalan, boshqa tekshiruvlarni har yili o'tib turinglar deyman. Masalan, o'pkangizni rentgeni har yil hammasi yaxshi bo'lsa
bir marta o'pkani rentgen tushish tavsiya qilinadi. Kolonoskopiya har 5 yilda bir marta. O'shanda biza mana bu kasallikni barvaqt aniqlagan bo'lamiz va o'shanga yarasha davomimiz ham zo'r bo'ladi. Mana shunday do'stlar, ko'p do'stlar, bu onkologiya kasalliklari juda ham jiddiy kasallik. Qo'rqinchli tomoni haqiqatdan ham men ko'rgan bo'lsam kulmay qo'ydim. Nimaga? Bu jiddiy kasallikda. Jiddiy kasal. Men sportchi sifatida aytaman. Nechta UFC jangchilari o'lyapti. Rak kasalligidan aynan. Aynan yo'g'onchakdan men ikkita bokschi bilaman. O'pka rakidan o'ldi. Oshqozondan kam sportsmen o'ladi, chunki ular ko'pchiligi to'g'ri ovqatlanishga amal qiladi, majburiy amal qiladi va kamroq o'lyapti. Lekin o'pka raki va o'sha boyagi yo'g'oncha rakidan ko'pchilik sportchi vafot etdi. Shuning uchun jiddiy qaranglar bu narsa. 5 yilda bir marta. 5 yil. Bu ham og'riq sezmay qoladigan varianti bor ekan. Shuning uchun pul ko'pchilik pulni ham o'ylaydi. Pul hayotdan ustun emas. Biz nima uchun yashaymiz? Yaxshi yashash uchun yashaymiz. Do'stlar, o'ylamanglar hamma narsa. Men uzr, jaydari gapiraman. Men chiroyli gapira olmayman. Shuning uchun jaydari tushuntiraman. O'zingiz sog'ligingiz, farzandlaringiz sog'ligi uchun ham, nima deydi, kelajak uchun ham kelajak uchun tekshirib qo'yishingiz kerak. Ana endi eng kerak keyingi doktorimiz hammasi nimadan boshlanadi? Oiladan. Oiladan. Masalan, o'zim ham turmush qurishdan oldin aytganman. Toza o'taman, doktorlardan haqiqatan tekshirtiraman. Ayniqsa qonimni, ya'ni o'sha irsiy kasalliklar nima deydi? Ya'ni o'sha kasalliklarni hammasini tekshirtiraman. Keyin to'liq davolat muammo bo'lsa davolataman deganman. Lekin Xudoga shukr, men muammo yo'q. Va eng hozirgi kunda eng muammolardan bittasi boyagi erkaklar o'sha urug' darajasini pastligi. Urug' darajasini pastligini tekshirtirib, to'ydan oldin davolansa, to'ydan keyin bizda bilasizlar o'zbekchalik savol javob boyagida ko'payadi. Shuning uchun hozir plus erkaklarga urologiyasini tushuntirib o'tasiz va ayollarimizga to'ydan oldin obязательно o'tish kerak. Ginekologiyani endi biz kira olmaymiz ginekologiya xonasiga. Kiramizmi? Yo'q, bir opani ham o'zi bir suhbatni olsa yaxshi bo'ladi, chunki baribir buni ko'radiganlar bo'lajak kelinlarimiz ko'rishadi, opalarimiz ko'rishadi, ular ginekologlarimizni bir tanisa yaxshi bo'lardi. Bo'ladi. Shunday qilsak ham bo'ladi va ketdik bo'lmasa. Urologiya, ginekologiya ayniqsa nima deyiladi? To'ydan oldin ko'pchilik doktordan o'tishni xohlamaydi. Pul berib, narsa qilib o'taman deydi. Ya'ni bu pul berishdan maqsad nima? Albatta, nima deydi, qanaqadir kasalliklar chiqib qolmasin degan bir qo'rquv bo'ladi. Shuning uchun buni oldini olish maqsadida sizlarga bir ikkita opamiz o'zlari konsultatsiya beradilar. Ginekolog opamiz va qanday holatlarda bu ayanchli holat va albatta farzandsizlik yoki boshqa kasalliklarga o'tib ketishni oldini olamiz degan umiddamiz va sizlarni check-up, ya'ni sog'liqlaringni tekshirishga bir undovchi, bir motivatsion bir video bo'ladi degan umiddaman. Diqqat bilan ko'ringlar, 20-30 minut vaqtlaringizni ajratib, o'z uchun foyda bo'ladi degan umiddaman do'stlar. Xo'p, do'stlar, keyingi bizlarning kiradigan xonamiz doktorimiz, ginekolog opamiz. Hamrayma Xulkazmakirova. Xulkar opa. Endi qarang. Bitta asosiy hozir eng og'riqli nuqtalardan bittasi bu o'sha kelin-kuyovlarni, bizning hozir maqsadimiz kelin-kuyovlarni to'ydan oldin ajrimini olish uchun adashmasam 15% ajrimlar shu sog'liq masalasida keladi. Ya'ni qizda qanaqadir holat aniqlanmagan yoki yigitda qanaqadir holat aniqlanmagan yoki ikkalasini qanaqadir nimasidir sizlarni yaxshiroq tushunasizlar, holat tushmaydi va farzandsizlik oqibati bo'lishi mumkin. Shunani oldini olish uchun siz masalan nima tavsiya bera olasiz? Shunday gapirishimiz kerakki, hozir bizning videomizni ko'rib turgan odam doktordan men o'tishim kerak, mas'uliyat his qilish kerak bizga. Xudo xolisa. Avvalambor bu temani ko'targanlaringiz uchun rahmat. Bu kelajakda biza faoliyatimiz davomida tug'iladigan ko'plab qiyinchiliklarga bu barham beradi degan umiddaman. Bu masalada masalan shunaqa turmushdagi buzilishlarga olib keluvchi sabablarda masalan umr davomida bezovta qilmaydigan holatlar bo'ladi va ularni diagnostika qilinmagan bo'ladi va turmushdan keyin ular bepushtlikka olib kelishi mumkin. Bunga hozir hukumatimiz tomonidan
tibbiy mutaxassislar tomonidan tashkil qilingan chekap bunga asosiy yechim bo'ladi deb hisoblayman. Bunda o'sha avvalo turmush qurishdan oldin tavsiya qilinadi bu narsa. Turmushdan keyin juftliklarni chekapi judayam qo'l keladi bunaqa kasalliklarni diagnostikasi uchun. Deylik o'sha homilador bo'lgandan keyin ham patsient, masalan ayol kuzatiladigan homiladagi nuqsonlar yoki homilani o'lishiga olib keladigan kasalliklar ham mana shu chekap davomida kasallikdan avvalroq diagnostika qilinadi. Endi to'g'risi siz ko'proq ayollar bilan muloqot qilasiz. O'g'il bola kirib olib xonaga savollar berish ham g'alati, lekin asosiy maqsadim o'zim qator yosh yigitlarni va yosh qizlarni, mana men masalan ustozman, trenerman, ularning kelajagi haqida qayg'uraman. Va kelajak haqida qayg'urish bu birinchi o'ringa sog'liqqa bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham sizga aytyapman, masalan, har qancha vaqtda tekshiruvdan o'tish kerak. Va eng asosiy muammolardan bittasi bu ba'zi birlar mana farzand bo'ladi, bo'lmaydi, bo'ladi, lekin tushib qolaveradi yoki farzand qanaqadir bir nogiron tug'iladi. Bu ham albatta bu nimaga bog'liq? Masalan, qaysidir masalan telefon yaxshi chiqmasa, bu zavodga bog'liq. Zavod yaxshi chiqmayapti. Demak, bolani qanaqadir sog'lig'ida muammo borligi xolos Allohdan so'rash kerak, lekin Alloh sababini qilganlayveradi. Shuning uchun zavodni chiroyli qilib qo'yish kerak. Shuning uchun sizdan beradigan maslahat, hozir videoni ko'ryapti, o'g'il bola bilan qiz bola ko'radimi? Mana ketib tekshiruvdan kelaylik degan bir maslahatingiz kerak bo'ladi. Avvalambor minimum sog'liqqa analizlar ko'rish, diagnostika qilish, kasalliklarni instrumental tekshiruv bular hammasi kamida minimum 6 oyga qilinishi kerak. Va o'sha bunga kiradi qon analizlari, umumiy qon, instrumental tekshiruvlar, bular minimum ko'riklar. Diagnostikasiga kiradi. Undan keyin har 6 oyga bu ko'riklarni qilgandan keyin ma'lum bir kasallik yuzasidan kuzatilib, kerak bo'lgan vaqtda, masalan, ma'lum bir kasallik aniqlandi, uni lecheniyasini kuzatish, dinamikani kuzatish davomida yana chekap qilinish yo'l-yo'lakay mumkin. Endi bitta narsa, ko'pchilik xotin xalaj deydiki, xalq tilida, uzr agar noto'g'ri gap bo'lgan bo'lsa. Xotinlarimiz ko'pchilik uydagi ishini qizg'onadi, bolasini qizg'onadi. Vaqtni qizg'onadi-da. Kelib masalan imkoni bor, sizlarda masalan tekshirib ketdi. Masalan o'zimizning klinika, mana shu klinikani oladigan bo'lsa, kelib tekshirib ketdi, keyin masalan qo'pol qilsa bezovchiroq kelib masalan sizga aniqlashtirib, kelib tekshirib ketaversa bo'ladi. Bemalol, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bizda shu narsani yo'lga qo'ymasa bo'lmaydi. Ko'p bolalar e'tibor qaratmaydi, ko'p o'g'il bolalar e'tibor qaratmaydi. Men ham o'sha o'zimning oilamga shu narsaga qarashga harakat qilyapman, chunki kelajak muhim narsa. Uyda profilaktikaga, prosta mana shu kasalliklarga chalinib qolmaslik uchun nimadir yo'llari bor, to'g'rimi? Buni ham masalan konsultatsiyasi bo'ladi. Ikki og'iz so'z bilan qanaqadir xotin qizlarga nima maslahat bera olasiz? Kelinglar deydigan. Eng avvalo bu endi hamma joyga siyqasi chiqib ketgan mavzu bo'lishiga qaramasdan, men buni aniq ishonch bilan ayta olamanki, sog'lom turmush tarzi. Bunga avvalo sog'lom ovqatlanish, balanslashtirilgan oqsilga, yog'ga, uglevodga va kletchatkaga normal ta'minlangan ovqatlanish tavsiya qilinadi. Birinchi. Endi shu joyini aytib o'tamiz. Oqsil qaysi mahsulotda kiradi? Bunga hayvon go'shtlari, tuxum, tvorog, sir bunga misol bo'ladi. Keyingisi Yog'ga hayvon yog'lari, dumba, jaz, yog'larga yana avokadoda ham bor yog', zaytun mevasi, slivichniy, toplёnniy maslalar 82% dan baland yog' mahsulotlari. Keyingisi kletchatka. Eng asosiysi kletchatka. Kletchatka bular sabzavotlarda, karamdoshlar, zelen, kletchatkaga shular kiradi. Hozir mana ko'k somsalari olib, siz menga aytdingiz-ku, hozir soat uyqum kelyapti desam, aytdilar, darmon somsalarni yeyishingiz kerak deb. Juda ham yaxshi. Ana endi mana bilib olaylik, qanaqa mahsulotlar yeyish kerakligini. Yog' gormonal sistemamiz uchun xomashyo hisoblanadi. Ayollarda oddiy og'riqli hayzga ham
hayvon mana shu qo'yni dummasini jas qilib tuzlab yesa, kerak bo'lsa tuzni ham gimalayskiy tuzini olib, mineralga boy tuzlardan foydalanilsa, o'sha gormonal tizim uchun ijobiy ta'sir qiladi, profilaktik. Shu joyga yana savol. Anaqa hozir borsangiz mineralniy tuzlar chiqib ketgan-ku, vannaga unday tuzlarni sepib qo'yib, shamlarni qo'yib Shunday. dam oladigan, u ham qilish kerak, to'g'rimi? Shunday. Bu ortiqcha stress uchun ham, bu ham gormonal sistemamiz uchun plyus. O'sha kortizolni balansga ushlab turish uchun. Ko'rasizlarmi, qanchalik bu profilaktika. Endi masalan alomatlari, masalan, hamma bilsa kerak bu alomatlari. Endi alomat deganda do'stlar, men bitta narsani tushunaman. Odatdagi holatingizdan sal og'ir, ahvoli sal og'irlashdimi, bu alomat hisoblanadi deb o'ylayman. Shuning uchun kelib tekshirishni maslahat beraman. Siz masalan kelib ko'pchilik qondan qo'rqadi, shpritsdan qo'rqadi yoki sizni tekshiruvingizdan qo'rqadi. Masalan, o'g'il bolalar ham qo'rqadi bu narsadan. Bu bolalik pozitsiyasida, pozitsiyamizni o'zgartirgan holatda o'sha jiddiy qarasak sog'lig'imizga bu narsalar jiddiy bo'lmagan temaga kiradida. Eng asosiysi. Asosiy biza qo'limizdan keladigan ishlardan eng asosiylardan yana biri ovqatlanishdan keyingi o'rinda turadi sog'lom uyqu. Sog'lom uyqu deganda bu nafaqat vaqtni, balki uni uyqu kirguncha qiladigan bizani o'ziga xos qadamlarimiz bor. Masalan, deylik 6 da ujin qildik, kechki ovqatlanishni qildik 6 ga. Undan keyin 8 gacha asosiy ishlarimizni qilamiz va maksimalni hamma gadjetlarni o'chiramiz. Kompyuter, telefon, televizor, yorug' kuk lampalarimizni o'chirib, tinchlangan holatda uyquni ta'minlash, 22 dan kech bo'lmagan uyqu. Bu nimasi bilan organizmga salbiy ta'sir ko'rsatadi? Uyquni kech bo'lishi yoki sifatsiz bo'lishi, issiq xona, juda yumshoq o'rin to'shaklar, bular ham salbiy ta'sir ko'rsatadi uyquga va bu ayol kishida prolaktin gormonini sinteziga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, deylik abituriyent, yosh kelinlar yoki yosh bolasi bor oilalarda mana shu uyquni sog'lomlik darajasi past bo'lgani uchun prolaktin gormoni oshib ketadi va u o'z navbatida hayzni buzilishiga olib keladi. Va ginekolog jiddiy tekshirilmagan, mana shu check-up qilinmagan, organizm haqida to'liq tushuncha ega bo'lmagan holatda biz tezroq uni hayzini tiklash uchun yana gormon tavsiya qilinadi. Bu o'z navbatida keyin klinikani yopib, jiddiy kasalliklar, kelajakdagi jiddiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Tasavvur qilinglar, bitta uyquni vaqtida qilmaganlikni orqasidan shuncha narsa kelyapti. Bepushtlikka ham olib keladi bu. Masalan, prolaktinning ko'p ajralishi, organizm o'ylaydiki, prolaktin ajralyapti organizmdan, demak, biz sut beryapmiz, biz onamiz degan tasavvur bo'ladi va hayz bo'lmaydi. O'z navbatida u urug'lanish, ovulyatsiya shunaqa narsalar ham bo'lmaydi. Ko'rib turibsizlar do'stlar, uyqu juda muhim narsa. O'zimni hayotimdan misol, haqiqatdan uxlash kerak. Bizga sportchilarga ham ko'p tavsiya qilinadi uxlash, ya'ni 22:00 dan как minimum 2:00 gacha uxlash tavsiya qilinadi. O'sha mana shu vaqt oralig'ida serotonin moddasi eng yoshartirish gormoni, tanadagi yoshartirish gormoni eng ko'p ishlab chiqariladigan vaqt hisoblanar ekan va shu vaqtda uxlash kerak. Ko'rib turibsizlar, prolaktin u oshib ketsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun uyqu eng muhim narsalardan bittasi. Hali bu mavzular hali do'stlar kirish mavzusi. Bu kirish mavzusi hali masalan ginekologiyani o'zi bilan alohida hali videolar qilamiz, xudo xolasa. Endi men to'g'risi kirishim kerak edi, shu mavzuga kirib sizlarga ko'rsatishimiz kerak edi va mana shu narsani ko'rsatdik. Hali xudo xolasa chuqur bu yerda kiritirib, shuni o'zlarini hali alohida blog tayyorlab, shuni o'zlarini bitta mavzu bilan shunday qilsak, biz har xonaga kirsak bittadan bonus qilib chiqamiz-da. Bitta bonus sizni ishtirokingizda xotin-qizlarimiz uchun 10 ta darslik. 10 ta darslik, masalan 20 minutlik 10 ta darslik. Masalan bitta praktikani olib, qaysidir kasallik yoki qaysidir bir alomatni olib, o'shani to'liq tushuntirib chiqish, to'g'ri tushuntirish uy sharoitida. Doktorgacha borish, doktorga borgandan keyin nimalarga e'tibor qaratish, doktor qanaqa berish kerak yoki doktor o'zi faqat davolaydigan kasallik.
shu haqida. Masalan, 10 ta, 10dan ortiq, manimcha 5 tadan ortiq kasallik bor shu ginekologiya. Masalan, 100 dan ortiq bo'lsa kerak. Kasallikka chegarasi yo'q. Masalan, ikkita kasallik qo'shilsa, yana yangicha kasallik kelib chiqaveradi. Endi bu yerga matematikaga bog'liq. Yashang, mana qarang. 10 ta eng asosiy uchraydigan kasalliklarni olib, 10 ta darslik xudo xolasa 20 minutdan to'liq tushuntirib beradi o'zlari. Xudo xolasa shu va'dani men berdim. Sizni nomingizdan berib qo'ydim, so'raysiz, istosiz. Bu tayyorlangani yo'q. Shuning uchun Jonim bilan. Sabab men uchun ham bu ayollarimiz, umuman qizlarimiz hammasi organizmi haqida tushunchaga ega bo'lishi men uchun juda muhim. Sababi kelishadi, mana 25 yosh umuman meditsina deya olmayman, uni faqat institutda o'qiladi. Lekin tanaga oid juda ko'plab bilimlar bor. Hozir bepul podkastlar chiqib ketgan, YouTube to'la informatsiya. Undan ko'ra klip ko'ramiz, o'sha qo'shiqchilar hayotini kuzatamizda. Lekin organizmimizni mas'uliyati 25 yillik mas'uliyat bitta ko'rikka hal qilinishi kerakda. 100 ming to'laymiz, 80 ming to'laymizda hamma kasalimga lecheniya top, ko'kragimga bez bor, qalqonsimon bezimga bez bor, jigar yaxshi ishlamaydi, hayzim buzilgan. Bitta ko'rikka buni hal qilib bo'lmaydi. Buni tushuntirishim uchun kasalga vaqtim ham ketadi. Etapma-etap kelishi uchun yana vaqt ajratish kerak. Buni agar oldindan o'sha murojaat qiluvchi insonni o'zi sog'lig'i haqida mas'uliyatni o'z bo'yniga olsa, ana shunda bizani ishimiz ham yengillashadi. Informatsionniy ayol bilan ishlash ham osonda. Sizni birdan tushunib oladi. xabari bor ayol. Shunday. Bizani ishimizga plyus ta'sir qiladi, bu sifatini yaxshilaydi. Shunday. Do'stlar, mana hozir bugungi videomizni mana biz imkon qadar sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz va sizga kattakon rahmat aytamiz. Va odamlarga xudo xolasa bu maqsad kimdir aytishi mumkin, nima deyiladi, bu o'g'il bolalar kiradigan xona emas deydi. Lekin bu shunday, meditsinada bu jins yo'q. Bu narsa kimniki, meniki, seniki degan narsa yo'q. Bu yerda faqat foyda. Bizning niyatimiz faqatgina foyda keltirish. Hali bunaqa videolar bo'ladi xudo xolasa. Aytganimizdek 10 ta darslik tayyorlanadi va sizlarga taqdim qilinadi. Hurmatli do'stlar, mana sizlarga ozgina bo'lsa foydasi tegadigan kontent bo'ldi deb umid qilaman. Xudo xolasa bu videolarimiz serial tarzida chiqarsak kerak, menimcha, chunki har xil sohalar bo'lyapti. Sizga katta rahmat aytamiz aka. Ustim boshimga e'tibor qaratmaymiz. Men bir sportchi bir odamman. Qanday kiyimda, qanday holatda bo'lishimdan qat'iy nazar sizlarga foydali kontent qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa hali videolar ko'p bo'ladi. Birinchi o'ringa sizlarning sog'liqlari. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. Biza bu maqsaddan kommersiya emas, maqsaddan tibbiy savodxonligimizni oshirish. Biza savodimiz yaxshi bo'lsa, hech qachon boyagi sog'lig'imiz muammo bo'lmaydi. Mana moliyaviy savodxonligimiz yo'qligi sababli har xil piramidalarga aldanib qolamiz, mashinaliklarga aldanib qolamiz. Tibbiy savodxonligimiz yaxshi bo'lsa, qayerdagi chayqovchi boyagi o'zidan tabib yasab olgan lo'ttivozlarga aldanib qolmaymiz. Bu videoning maqsadi ham aslida shu edi. Shunday. Shuning uchun kuzatuvchilarimizdan fikrlar, savollar kutib qolamiz. Hech qachon o'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Salomat bo'linglar.